Assalomu alaykum, Islomjon kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlar. Aziz tomoshabinlar, mana sizlarga bir dona qochmaga kelib qolgan akalar. G'unajinimiz bor. Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida akalar. Dehqonning uyida turibdi. Toza 100% asterisk semental g'unajin ekan akalar. Juda ko'pchilik so'rashgan. Ko'ring akalar, ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqib, dehqonimiz bilan savdolashib olaverasizlar akalar. Hop, uka bu necha oylik bo'lgan? 8 oylik. 8 oylik. Hop, qoniga zotiga javob, ha? Javob da xolasa. Hop, molini o'zi zotini aytib turibdi-yu, qon balovatlarga javob. Javob beramiz da xolasa. Hop, akalar ko'ring, hop, dehqonning o'zidan molli sostaniyasi zo'r, sutdan chiqqan, inalik sut endi emas. Misol 1-2 oyda misol qo'yib olsanglar, bo'laveradigan holatga keladi g'unajinimiz. Akalar. Molni rangi ham kelgan, hamma tomonlama kelgan mol. Oq kiprik, oq tumshuq deyishadimi, misol, mana akalar. Mana tumshuqlari, shalpan quloqlari. Shoxini kuydirilmagan ekan-a? Kuydirilmagan. Shoxi ham o'ziga yarashgan. Misol kuydirib olaman deydiganlar kuydirib olsang ham bo'laveradi, lekin shox turgani ham ma'qulroq akalar. O'ziga yarashgan ekan mollar. Hop, 100 Hop, narxi necha pul uka buni? Narxini 31 million deymiz. Kami bor, hayrasini qilib beramiz. Hop, bo'ylari necha chiqadi buni? Bo'ylar 120 plus. 120 plus, 10 oylik. 8 oylik, 9-10 Hop, oylik. uka dastavkalarini nima bo'ladi buni? Dastavkasini qilib beramiz. Kelishsak bo'ldi. Dastavkasini obunachilar misol beraveramiz. Rossiyada turib, boshqa davlatlarda turib ham onlayn savdo qilaverasizlar akalar. Misol qoniga, boniga, balovatlarga jo'natalingiz javobini olib akalar uyga yetkazib olib beraveradi. Misol baraka qilsanglar, zakolat tashib beradi, berasizlar. Uyga yetkazib olib boradi, misol. Uyga boradi misol mol. Ko'ring akalar, xudo xolasa molli qoni zoti toza, haqiqiy 100%. Toza 100%. Endi inshaalloh endi buni islomolmini qo'yib olib qochirib olsanglar akalar, vaqt keltirib haqiqiy 60 million, 70 millionlik sigir bo'ladi. Inshaalloh. Faqat boqishiniga bog'liq. Bunisi ham lekin qoni toza. Mana istagan yo'q akalar. Molni o'shibasiga o'zingizga baho beraveringlar. Uka endi buni bir yechasiz, yetalaysiz aqa-baqa. Endi hozir kallasini ko'tarib beylab qo'yibdi degan gapga eshitmaylik, uni yechib yetalang, molni o'zi maqtasin. Jonivar akalar, mana ko'ringlar. 120 plusda akalar, 10 oylik g'unaji mana akalar. Ko'ringlar, hop. Mana. Ma'qul kelgan odam o'zi savdolashib nima qilaverasiz? To'xta. So'skasini ham olaylik. Mana shu beylaganni mana akalar, 4 ta so'ska 4 joyda akalar. Oq yelim ekan, jonivari. Mana. Xudo xolasa akalar, buni chiroyli boqsangiz, zo'r ham boqmagan ekan molni. Qaroz qolib ketgan azizim. Halaga sifat hamma tomonlama zo'r ekan, lekin mashina hozir yem bilan ozgina yemlasang akalar, o'zi kuyi keladi mol, qochirib qo'ysang, qo'yib qo'ysang bo'laveradi. Biri 40 likda tug'ib beraveradigan bo'g'oz bo'ladi, biri 40 lik, 45 lik bo'g'oz bo'ladi misol. Mana bu ko'ryapti, sheriklarni ajratganing ham uka. Ha, mana sheriklar bor-ku. Mana akalar. Ko'ring akalar. Hop. Uka buni endi dastavkasini endi misol kelishsa qilib berilaveradimi? O'zbekiston bo'ylabmi yo Vodiy bo'ylabmi? Kami bor uka. Kami bor. Kamini qilib bering uka buni. Misol olgan odam ham chiroyli boqsin, chiroyli foyda qilsin molni. Xudo xolasa mol zo'r, haqiqiy sigir bo'ladigan. Misol mashina obunachilar 1 yil kutsanglar, qochirib 1 yil yo chiroyli 65 million, 70 millionga sigir olmaysizlar, o'zingizda bo'ladi misol. Tayyor bo'ladi. Molni veshti ham, sifati ham zo'r ekan. Rangi ham zo'r ekan. Endi shoxini hisobga olmagani, shoxi misol xo'jalikka juda tushadi. Shoxini kuydirmagan ham ma'qulroq. Hop, nomer nechi uka? 93lik. 93lik 675 83 98. 675 83 98 ha? Ha. Bo'ldi uka.
Mana obunachilar. Mashalloh deb qo'ying akalar. Hammaga nasib qilsin akalar mana. Obunachilar, mollar.